Murun 3 yaşdagi qizim charchab qoldi. Qur'on o'qilab, ayavay jamon bo'lib ne qılan? Xudo qalasa bu 3 yaşdagi qizingiz Alloh rahmida bo'lesin, ata enesin shafaat qilib olib ketadi deyishgan bor. Payg'ambarimiz aytgan, balog'atga to'lalik o'g'il, qizlar dunyodan o'tib ketsa, ertaga qiyomat kuni bularning shafaati qabul bo'lgan. Shafaati qabul bo'lgan degani, ata enesi qandaydir bir gunohlarning sababini do'zaxga borib turgan bo'lib qolsa, bu baldar ata enesinin bittiğin qarmaydı degan. Ya Allah bizni kuşlar menen qo'sha azapta, je bularni biz menen qo'sha beyishga chiqardi. Alloh taolaning tarafidan javob beradi degan. Shu baldardin balog'atga to'ldik baldar shafaati qabul qilindi, bularni beyishga olib ketsin. O'shancha ko'p xijolat bo'lavermangiz.